Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Sizlar DJ Nur kanalidan tomosha qilyapsizlar. Sizlar bilan men Kamil Nurmuxon hamda bu yerda do'stlarimiz bularni bir boshdan tanishtirib o'tkazaman. Anchadan beri videorolik qilmay turdim do'stlar. Sababi nima desa bo'ladi? Bir ozgina biznes deydimi? Xullas orqangizda ko'rib turgan 17-do'kon meniki bo'ladi deymi? Reklama ketdi. Xo'p, ukamiz Azamxon programmist. Kelaylik bo'ldi. Kelaveringlar. Yo'q, bemalol gapiraveringlar. Xo'p, men bu yerda chiqib gapirib turaman. Xo'p, anchadan beri videorolik qilmay turdim. Shu tarzda sizlarga videorolik qilyapman. Hozir qo'limdan kelgancha qanaqadir o'zgarishlar, qanaqadir nimalar bor, ko'p narsa, ancha narsa o'zgarib ketgan. Ko'rsatib borishga, olib borib borishga hammasini kuzatib borsalaring, qo'ldan kelgancha ko'rsatib borishga harakat qilaman. Kommentariyada o'z fikringizni bildiring, like bosishga esdan chiqib qolmasin. Keyin kanalga obuna bo'lmaganlar juda ko'p ekan. Obuna bo'lib, foydasiga qilib turamiz. Xudo xolasa videorolik qilib kundan kunga kundan kunga videoni ko'paytirishga harakat qilamiz do'stlar. Ko'zlarim naqada. Ana bitta ashkina olib ketdi-ku. Aka bitta ashkini berib turayaptim. Xo'p, bu ukam aytdim, tanishtirib o'tiraydi. Bu ukam telefonni zararlik joydan kirib turib, navbatli joydan chiqib keladilar. Deganim, programma qanaqa qulflanib qoladimi yoki qanaqadir joylardan sistema bo'ladigan muammo programma обеспечение hammasi programma tarafdan полный xolos qo'ldan kelgancha biz uzatamiz. 11-do'konda. O'sha 17-do'konda. Siz 11-do'kondasiz. Azamxon desangiz, hamma o'sha Mega Plaza binosini ostidagi hamma Azamxon desangiz taniydi. Lekin sizlar tanimaysizlar deymi? Xo'p, shunaqa gaplar. Bizda yangiliklar juda ko'p. Hozir men aytaman qo'limdan kelgancha. Ekranni shunday qilib kamerani orqaga olaman va ko'rsatib borishga harakat qilaman do'stlar. Hozircha tovarlarimiz kecha kamroq. Bu gap qoldi desam bo'lardi. O'zlaringiz tinchmisizlar, charchamasanglar sizlarni. Demak, biz videorolikimizni boshladik. beni hati नहीं सकते. Tak, mana ko'rsatib o'tgan o'sha programmist ukamizni xonalari. Faqat bitta Nimada? bardakda. U tovari endi yangi olib keldi-ku endi. Yaqinda olib keldi. Ijoba jenskiy cho'g'lar ko'rishguncha shular Yo'q, mana yo'q. Kim qanaqa bu yerda Bahodir akamiz. Biz bugun savdolar qilyapti. Hop, tanishtirib o'taman. Apple of degan bitta odam bor ekan. Achi. Mana shu ukam ham buni yuzoq bo'lib, shu muzikani o'chirib turingki, qafchasi chiqib qoladi. Mana shu yerda qanaqa telefon kerak bo'lsa, hammasi mana shu yerda bor. Nima dedingiz? Sizga gapingiz sal nimaroq keladi-da. Mana yerda mikrofon. O'shaning uchun. Xo'p, ukamizning do'konlari 20-do'kon bu teskari ko'rsatyapti. Chunki biz ichkari tarafimizdamiz. Bundoq qilsa Mashaqa gaplar. Do'stlar, o'zlaringdan so'rasak, men aytmoqchi, Jigini yangi qilganman, Nexia'ga almashgan. Ko'pchilikga xabar bo'lmasa kerak. Xo'p, bu emas. Nexia Pro buni. Mana bu. Bu mashina o'tirib ham hali bir mashina haqida bir gaplashib o'taman. Hozircha shu ustimizda yangi ochilgan shu Mega Plaza binosi, xullas qanaqadir telefon sohasi bo'yicha
qiziqishinglar bo'lsa, qanaqadir ishinglar tushsa, bemalol shaqa kesalaring bo'laveradi. Tashqaridan ko'rinishi mana binoyimiz bunaqa bo'ladi. Xo'p. Bunaqasi tushib boriladi. Tushib kelganlaringda mana bu katta eshigi. Xo'p, 3 ta yo'q, reklama emas. Shunchaki o'zim 3 ta anidan yo'lakdan iborat. Mana shu yerda ham bir do'konimiz bor. 14-do'kon. Boya aytganimdek Apple servis. Telefonlar ham bor, eshitishlar, kommentariy yozsalaring, qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qilamiz. Temurbek o'zingiz javob berasiz, mabodo kommentariyaga. Mana iPhone telefonlar. Mana bu yerda chiqonlari, zaradiklar, stikerlar, xullas hamma narsa shu yerda topiladi. Qanaqadir xizmatlar kerak bo'lsa, xudo xolasa shu yerdamiz. Kamchiliklarga uzr. Telefonlarning narxi kerak bo'lsa ham bemalol kommentariy yozaveringlar. Telefonlarning narxini bemalol kommentariyada javob berishadi yoki o'zlaringga Telegram nomer qo'yib qo'yamiz yoki bo'lmasa WhatsApp nomerni qanaqadir nomer qo'yib qo'ysak yozaveramiz. Sizlar charchamasdan yuribsizlarmi? Xudo xolasa bir Muxtorjonni ham olib chiqish niyat bor. Muxtorjon ham yuribdi. Ko'pchilik aytdi, Muxtorjon tinchmi, yuribdimi? Ko'rinmaysizlar. Erkin akam onalarni ko'rsatinglar deyishdi. Erkin akam onalari ham yaxshi. Yurishibdi, Xudoga shukr. Duo qilib turinglar, Xudo xolasa bundan ham yaxshi, bundan ham qiziqarliroq video o'ylab topib hammasini qo'yib yuborishga harakat qilamiz do'stlar. Navbatdagilar orqamda turib olib yashang deyishyapti. Qadrli do'stlar, mana shu joyda videoligimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kimdadir qanaqa fikr bo'lsa, yana shu aytib o'tganimdek kommentariyada o'z fikrlaringizni bildirib qoldiringlar. Kanalga obuna bo'linglar. Telegram anonimizni silkamizni tashlab qo'yganmiz. Shuni o'tib, "Alo" desalaring biz aloqadamiz. Xudo xolasa o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Boshqatdan gapiravering mana yerda. Salomat bo'linglar. Mikrofonni o'zlaringiz aslaylar.